jig'ildonim qaynayapti. Jig'ildoning qaynashini nima aloqasi bor ekan qo'shiqqa? Shu jig'ildonim qaynab tomog'imga achchiq kelib qolyapti-da. Nimaga jig'ildoning qaynayapti? Boya pomidor yegandim. Kulyapsanmi qizim? Ustoz, yotoqxonada o'zi ikkita qiz turamiz. Birga ovqat qilayotgandik, pomidor katta ekanda, shuni yarmini bo'ldik-da, yarmini ovqatga soldik. Yarmi chiroyli ko'ringandi, yeb olgandim. Yeb olibsan. Pomidor jig'ildonni qaynatadi deb bir oydan beri jar solyotibman-ku butun O'zbekistonga. Pomidor jig'ildonni qaynatadi qizim. Shuni yemaganingda o'sha yarimtani olib qo'yarding, ertaga yana ovqat qilarding-ku. O'sha yarimtani solarding. Ham jig'ildoning qaynamasdi, ham qo'shiq yaxshi chiqardi. Tushunyapsanmi? Undan tashqari hujum yo'q qizim, hujum. Portlamayapsan-ku. Davomini changla. Yetar bas bu jafolar. Men ham inson kimga do'laylay. Sen sokin turib aytsang chiqmaydi-ku. Hujum bilan portlaganda yetar bas to'g'ri berqani. Yetar bas bu jafolar. Men ham inson kimga do'laylay. Ana, ko'rdingiz? Ozgina mana qo'shiq aytish uchun eng muhim narsa ovoz emas. Bu eng muhim narsa. Kallani to'g'ri ishlatsang, ovoz o'zi yo'nalib ketaveradi. Keyin bu vokal darsiga kelayotganda pomidor yemay kelgan, xo'pmi qizim? Chunki pomidor jig'ildonni qaynatadi. Lekin yaxshi tomoni ham bor. Foydali tomoni bor. Foydali tomoni bilasanmi nima? Yo'q, Aqlni peshlaydi. Pomidorni asli oti nima bilasanmi? yo'q, nimasi? Pomidor deysanmi sana? Pomidori deysizlar. Asli pomidorning nomi fahmdori. Tez gapirganda pomidor bo'lib ketib qolganda, keyin hamma pomidor bo'lgan. Fahmdori. Fahmdori. Ketdik dars.